Menda bosh og'rig'i bor, lekin har safar har xil tarafi og'riydi. Bir safar bir tarafim og'risa, ba'zida esa butun boshim og'riydi. Juda qattiq og'riq bo'ladi. Aslida shu bosh og'riqlarni bir nechta turlari bor uni o'zini sabablari, belgilari davolash yo'llari ham har xil bo'ladi. Masalan, bosh og'rig'ini eng ko'p uchraydigan turlaridan bittasi bu zo'riqish bosh og'rig'i. Zo'riqish bosh og'rig'i ko'pincha o'sha stressdan keyin, charchashdan keyin yoki o'sha ko'pincha kunda ikkinchi yarmida kuzatiladi. Ya'ni ko'p kompyuterda o'tirib ishlaganlar, ishdan keyin kuzatiladi. Bunda ko'pincha o'sha boshda aylanasimoq, chakkalarni siqib og'rish bilan kuzatiladi. Ikkinchisi bu migren. Migren ko'pincha o'sha boshda yarimi, lo'qillab og'rish bilan kuzatiladi. Ko'ngil aynish qo'shilishi mumkin, qayt qilish qo'shilishi mumkin. Yorug'liga, ovozlarga patsientlarda reaksiya bo'ladi, o'shanga chidolmaydi. Qorong'u xonani xohlaydi, juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Oddiy og'riq qoldiruvchi dorilarda qolmasligi mumkin. Bu ikkinchi turi. Uchinchisi klaster turidagi og'riq. Bu kamdan kam uchraydi. Bunda bu juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Xuddi pichoq sanchgandek, o'sha bitta ko'zda og'riq bo'ladi. O'sha ko'z qizarib, ko'z yoshlanishi ham mumkin. Og'riq qoldiruvchi dorilardan og'riq qolmaydi. Xurujli juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Har bitta bosh og'rig'ida davolash usullari, sabablari har xil. Agar sizda ham muntazam shunaqa bosh og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi.